Iroqda tijoriy yig'in. Oradan bir muddat o'tib, yana Iroqqa keldik. Bag'dodda hayot qaynagan, shahar butun dunyodan kelgan insonlar bilan to'la. Biz yuklarimizni joylab, xotirjam uyga keldik. Abdullohdan boshqa hamma dam oldi. U esa kamon otib mashq qildi. Kamoni va shamshiri doim yonida yuradi. Musulmon odam doim uyg'oq bo'lishi lozim. Dushman bilan qarshilashishni orzu qilmaydi, ammo tayyor turadi. Bir qo'lida kitob, bir qo'lida kamon, qilich. Chunki musulmonlarning tinchligiga, ilmda peshqadamligiga xalaqit bermoqchi bo'lganlar sira tingani yo'q. Agar musulmonlar bir kun dam olib susaysa, ular shunday harakatga keladiki, ko'z ochirmaydi. Natijada musulmonlar zaiflashadi va qaramlikning achchiq alamini totadi, derdi doim mashq qilayotganida. Bugun ham ayni ish. To charchaguncha mashq qildi. Yuvinib, kiyimlarini almashtirib, menga yuzlandi. Abdussalom, bizni tijoriy yig'ilishga chaqirganlari esingdadir. Tezroq bormasak, u yerdagilarning vaqtini uvol qilamiz. Qanoatlandik. Tezda aytilgan joyga bordik. Tumonot odam yig'ilgan, ularning ko'pchiligi tijoratchi va aksari yosh edi. Hurmat bilan kutib olishgach, dunyo bozoridagi ahvoldan so'z ochildi. Odamlar o'z tajribalaridan ulashdi. Nihoyat so'z navbati Abdullohga keldi. Uning buyuk tojir va aqlli bir sarmoyadorligini yig'ilganlar yaxshi bilardi. Shuning uchun sukut saqlab, vujudlarini quloqqa aylantirib, tinglashni boshlashdi. Do'stlarim, bizni bu yerga chaqirib, xursand qildingiz va sharaf berdingiz. Sizlardan ko'p narsa o'rgandim. Mendek bir keksalik tomon odimlayotgan inson uchun sizdek g'ayratli, ilmli va tojir yoshlarning davrasida bo'lish zavqli albatta. Sizlarga sarmoya ilmidan ozgina bo'lishsam, vaqt ozligi uchun qisqaroq qilaman. Mendan qayerga sarmoya kiritgan bo'lardingiz deb ko'p so'raydilar. Men esa oddiy javob beraman. Avvalo Allohim sizga baraka berib turgan ishingizga. Undan so'ng qayerda rivojlanish kuchli va insonlarning ehtiyoji yuqori, yechilishi lozim muammolari ko'p bo'lsa o'sha yerga. Sizning ishingiz o'sha imkoniyatlarni izlab topish va boy bo'lib, o'zgalar hayotini yengillashtirish, saxiylik qilishdir. Eslab qoling. Bag'dodda pul keltiradigan sarmoya turlari boshqa yurtlarda ishlamasligi, hatto eng yaqin qo'shni davlatlarda ham samarasiz bo'lishi mumkin. Masalan, bizda yuk olib kirish va yuk olib chiqib, chetga sotish asosiy daromad manbai. Ammo Chin, Eron kabi mamlakatlarda ishlab chiqarish va qo'l mehnatiga asoslangan ishlar ko'p daromad keltiradi. Bir tuyani 100 dinorga olib, ma'lum vaqt o'tgach, yana shuncha oltinga sotish sarmoya emas. Odamlar shunchaki puli yo'qolib ketmasligi uchun qiladigan tadbirlardan xolos va ayni damda xavfsiz usul ham emas. Chunki tuya qarishi yo kasallanishi yo o'lishi mumkin. Sarmoya kiritish puxta ilm. Bu bir tomonlama emas. Bu har tomonlama o'rganiladigan, qiziqiladigan jarayondir. Eshitilgan har narsaga ishonib ketish yaramaydi. Shunchaki kimdandir eshitib qolgan ishlarga sarmoya kiritilmaydi. Oltinning vatani bo'lmaydi. Niyatni to'g'rilab, aql yuritib, ish qilinsa, u hamma joyni vatan tutadi. Sarmoya kiritib, zarar ko'rganda ahvoli o'zgaradigan va kuchli bosim ostida qoladiganlar bor. Sababi yana ilmsizlik. Avvalo, sarmoyani ishongan odamga, korxonaga, ish ustalariga kiritish, ammo pullarni bir joyga emas, turli joylarga yo'naltirish samaraliroq. Siz aytaylik, yillar yiqqan bor oltiningizni bir joyga sarmoya qildingiz. Pulingiz bir ko'payib, bir kamayib turibdi. Ammo ajoyib kunlarning birida xabarchi ish kasod bo'lgani va pulingizga kuyganingizni aytadi. Qanday ahvolga tushasiz? Qo'lingizda oltin bo'lib,
uni ko'paytira olmasligingiz mumkin. Sarmoyador bo'lishni o'ylash yaxshi, ammo siz sog'lom niyatli, ijobiy fikrlovchi, tez tahlil qiluvchi bo'lmasangiz, yana aylanib hozirgi turgan holatingizga qaytasiz. Biror sayyohdan ayniqsa bugun Bag'dodda shunday quloqqa lag'mon osadiganlar ko'p. Falon davlatda yoki falonchi pulingizni eng qisqa zamonda 2 baravar, 5 baravar yo 10 baravar oshirib beradi. Qabilidagi so'zlarga ishonib, aslo sarmoya qilmang. Chunki katta ehtimol bilan aldanasiz, kasodga uchraysiz. Bizda go'zal jumla bor. Suvni ko'rmasdan etik yechmang. Tushunmagan va bilmagan ishlaringizga pul bermang. Sarmoya kiritadigan joyingizning ishi aniq va odamlari g'ayratli, natija ko'rsatib yurgan bo'lmasa yoki sarmoya kiritmoqchi bo'lgan odamingiz ishning ko'zini bilmaydigan bo'lsa, yaxshisi pul kiritmang. Sabr qiling. Modomiki sarmoyador boyga aylanmoqchi ekansiz, avvalo sog'lom niyat va insonlarning og'irini yengil qilishni maqsad qiling. Yoshlarning pul topish ehtimoli yuqori bo'ladi. Agar ular tajribali ustozning aqli bilan o'zining kuchini bir oraga keltirsa, yosh bo'lsa-da saxiy boyga aylanishi oson kechadi. Buning uchun esa avvalo ota-ona o'g'lini o'qitishga harakat qilishi kerak. Endigi masala tojirlar oilasi va yaqinda tijoratga kirgan insonlarning tutgan tutumi haqida. Eskidan tijoratchilar oilasidan chiqqan odam puli ortgani sari yashashini yaxshilab boradi va foydaning oz miqdorini olib, ehtiyojiga ishlatishga qanoatlanadi. Yangi tojirlar birdan yaxshi markab, ulov minib, yaxshi uyda yashagisi kelib qoladi. Bu tabiiyki tijoratning kengayishiga to'sqinlik qiladi. Chunki foydaning asosiy qismini ehtiyojiga ishlatib yuboradi. Yana bir muhim jihat. Eski savdogarlar farzandlarining til o'rganishiga juda e'tiborli bo'ladi. Chunki o'z ishini yangi bosqichga olib chiqishni farzandiga topshiradi. Yangi savdogar otasi qilgan savdoni qilgisi kelmaydi yoki farzandiga yaxshi sharoit qiladi-yu, ammo bir necha tillarda mukammal gaplashish muhimligiga e'tibor qaratmaydi. Bilmaydiki, bugungi zamonda eng birinchilardan bo'lib rivojlangan davlatlardagi yangiliklardan chet tilini bilganlar xabardor bo'ladi. Bu katta ustunlik albatta. Shu bois farzandni ham ilm olishi uchun olimlarga, ham tijoratchi bo'lishi uchun mohir tojirga shogirdlikka berish juda muhim. Shunda o'zlari yetmagan manzillariga o'g'lonlari yetib, ulgurmagan ishlarini nihoyasiga yetkazadi. Sizlarning buyuk tijoratchi bo'lib, nafaqat musulmon dunyosi, balki butun insoniyatga manfaati tegadigan odamlar bo'lishingizni istardim. Majlis nihoyalamoqda. So'nggi tavsiyalarim shu. Hech qachon ochko'z, xasis, o'zini o'ylaydigan, o'zgalarning zarari evaziga boyishni ko'zlovchi, insonlarning qiyinchiliklari ustiga tijorat quruvchilar bilan do'stlashmang. Ular bilan suhbatlashmang. Ishlaringizni ming zo'r bo'lsa ham, ular bilan maslahatlashmang. Chunki oqibatda afsus qilasiz. Tajriba orttiring. O'zingiz mustaqil harakat qilgandan ko'ra, kerak bo'lsa qilmoqchi bo'lgan ishingizda yutuqqa erishgan amaliyotchi insondan tajribani sotib oling. Shunda vaqtingiz behuda ketmasligidan tashqari, oson va tezroq muvaffaqiyatga erishasiz. Vaqtingizni tejang. Umringizni uvol qilmang. Oldingizda vaqt va pul tanlovi bo'lsa, vaqtni tanlang. Kelajak avlod ham tejamkorlik deganda ish qilib faqat pulni tushunib qolmasin. Yig'ilganlar ko'p tashakkurlar bilan bizni kuzatdi. Uning so'nggi so'zlari ham hayotdagi ko'rganlarimiz va amal qilganlarimizning mag'zi edi. Kayfiyatimiz ko'tarilib, yanada g'ayratimiz oshib, majlisdan qaytdik. Keliboq birinchi galda sarmoyalarimizni bir qo'r ko'rib chiqdik. Foydamizdan bir qismini tezda ilm ahllariga yetkazdik. Shu bilan yana safarga otlandik.